65 jozluq oppoq holatda bezalgan Mashinxat restoranini bildigal do'stlarimiz bormi? Inkaslarni qoldirib qo'yinglar, bir tal yurginglarni besib qo'yinglar. Oppoq to'y ko'ylakni kiyib, mushu oppoq restoranda to'y qilsa, chuqurmak fayzuldi deb o'ylayman shaxsan men. Mishada tuyularni qilib qolsanglar, shipillar qolsa, rasmnak taqsa, oq ko'ylak, oq jangshu. Shunday emasmi? Shunday. Qo'pongaymisan? Bu siz qa restoranni yangidan bezab, qa restoranni yangidan assa, shu yerga paydo qilamiz. Shunqada ne yang echilsin yo'qib baqqan. Qas echilish murosimi qilsam siz bor. Qas restoran yangidan echilsa, yana siz bor bu. Nani? Sizni qutug'il bo'lmamdi. Siz meni qutlamaysiz. Xaridorlar meni qutlamaydi. Buni olib qolsa, Bargul, restoran bo'lamdiki. Restoranda gap yo'q, Kim so'y. boshqanda bu ne? Restoranni kimning ochganini oxirida deb berma. Buni uchun men sizdan bir savol so'ray. Sizmi bir qiz bola-ku? Sizcha ma restoran, pak to'yga kelsangiz, mush bezalgan mush restoranda qilsangiz bir turdashlarga bir. Hozir men yoshlarning talabi ashuni yuzini davlatchan. Ash eng azada, suzuk, bizga yakışık tuyg'u bergan o'rinda qilsak bo'ladi deb. Men bir ish diqqat qilib qoldim, ma restoran burun ko'nglimizda yo'qnab ketdi-juma. Ravrus bu haqiqatan bekli cho'nlab ketdi. Ma jozdan arliq qarang, ma tushib ketmay kerak hozir. Ondan keyin ma arliqlar ufka men evetga. Ma ikki jozdan arliq qaranglar qarindoshlar ma restoranning. Shunchalik kengri, mayli atraf bo'lsin, matraf bo'lsin, ma mehmonlar mang'diga ham shunchalik kengri. 65 jozliq oppoq restoran. Inkas rayonga ma restoran ismini yo'llab qo'ygan do'stlarimizga ayrim ko'nglim bor. Uni olib qolsa. Ma restoranning uchun bilatin hammadan cho'ng alayligimiz sahna jumu. Endi biz siyosatchilikka nisbatan sahna. Ama şu şebelerinin hemimiz anlaşılmadık deydi o. Hammin öldüm baş. Nakşı müzik koyup kalsak pek canlılık çıkamdı mı restoranda? Nakşı müziği de gap yo'q jumu. Baş Nakşı Loben- müziğinin ünümü bek yaxshi. Loben bir tatmayımız var mı sen? Tapmızma. Tabili. Aşın xadik ang modu bir açan başına taşı başa pekilaga. Mayli. Örgülatça kesle. Voy. Ma örgülatça mısın xadik ang modluqni qolışıga ayalsam işini alıb. Neye kesle? Bu Özlem modu qamay ma çoğun kichik restoranni necha yildir bir aş modun saat qo'g'ilishib turib yangi holatda noldan boshlab jonshok qilib xaridorlarga sunudi örgülatcham. ma restoran acayip çırağı bitti Loben. Sonra koyduk endi. Fayzı bitti. Yardım mı, yemeğini? Yardı. Yardım Hazır ettik. hesapta 65 jozu var. He. Bu restoranı burunkudan yoğantıvatlim değil mi? Çoğun aytып аттық. Ben zamançıda xotam vati, xotam çürük etmiş vati, zanı çoğun aytып аттық. Burun jozla sal sığınıp barın halatda mimarlıq sal bir xudaylık emesti hazır azada. Ben kudular onak, mansımalık mimarlar aldık, mimarlar baralaydı. Miyadım çıkıp oturup çıkıp sultan soyluğulu çakkan çıkarlaydı. Çıraylı. Qiz yigitning kirdigan o'rni bek o'ng restoran nisbatan. Kız yigit atrapdan kirdi degende. Ma o kız yigitlerinki mahsus oturgan jozları, padişahınki orundaki reklamki. Ya bir yana içimler faaliyet kılamayız. Faaliyetni He. qilmayli. 1 yil 8 yil nechta restoran ochqanlik biz. Restoran ochqanki shahar xalqiga nihoyatda yarab degandek to'ylarni yaxshi qilib, tamoqlarni yaxshi, muhit ozada pokiz yarab keldi. Qiltaqchiqni ishlatmadik. Bu faoliyat qildik deb bilqi ismatlarni oldimdik biz-ku. Tamoqlarimizni joy juda tartibga ishlarmi yo'q. Muhit pokiz, xalqi bizni yaxshi yoqtirgan bo'lgandan keyin bizmi ular ozod muhitni yoritib turdik, mustaq yangidan jon shoq qilib qoldi. Asl zor yangiti. Ya'ni shu shahar xalqi bir qatam to'y qilib to'xtab qolmaydi-ku. Yana bir qatam balsizga urib qoldirib Başarılıkka tat ekiltke şuna biz olar bir yanlış yarış için mesela yangadan joğan şok kaldık. Hazır hemse toy evatla. He toy evatımız. Aş telefon numaralarını bir kaldırıp koysla. Hem de restoranda yanında bizep eçipla. Bizekler hakikaten çırak çıkıptı. Muş toy kılış altırıp atkan dostumuz kalsa derhal maç %% çın tutup muş restoranı kılıp alsın. Telefon numaram 135 65 10 20 33. Ortak numara Darjansan buldu. 24 saat telefonda çok. To'y degan hamda qandaqlik qilib umrimizni bir bo'ldigan murosim emasmi? Endi shu Shinxadiyarni oldi bo'lib mengayotgan, yangi holatda yurgizilayotgan bir restoran nisbatan yip yangi holatda hammani noldan boshlamoqning o'zini xaridor tutgan pozitsiya. Endi har qanday xaridor o'ylaydi, yanchi pulim bo'lgandan keyin nima qilsam, eng yaxshi o'rinda, eng yaxshi unum bilan umrimdagi eng go'zal kunimda bir go'zal asrni qoldirib olsam deb o'ylaydim. Shu yurgilatcham shuni chiqish qilib turib, necha yilda bir o'zgartirdi restoranni. Bizga nisbatan ham biz qancha go'zal yerda qilsak, shuncha ko'nglimizga yiqish holatda xaridorlarni to'liq rozi qilib mang'alaymiz. Çünkü ömürde bir bulduğun toy ne? Başta güzel orunda eslim kaldırıp kesse bu menimce pek yaxşı iş. Arziydi ha. Arziydi. Bunda alıp kalsa restoranın ismini de vataylı oldu. Bu Loben'den şirketi restoranı var okusla. Ma o çoğun zal. Yani birisi küçük zal. Küçük zaldı mı 45 joz bakke. Ama çoğun zalda 65 joz bakke. İşkelisi normal. Uçukke. Mimarların bek çıktı. Dep kalkan dostumuz kalsanlar menimce. Yanından bizelgen appa kalet ki ma restoranı kısanlı buludu. Hem de mimarların bek çıkamesi dep kalsanlar. Yeni bir zal var. Uyam yanından bizgen. Uyam bek çıraylık. Ayadı kısanlı buldu. Ayadı 45 joz var. Hemse Şinxadik dostlar. Mafilim köpler bir takip koyunlar. Şinxan ayımızdaki Altın Kasır restoranınki, çoğun zalınki bizli
kelib oppoq tushib kirganligini, shundoq chiroyli bo'lib ketganligini Shanxay do'stimiz bilib qolsin, to'y qilish o'tirayotgan do'stimiz bir foydalanib qolsin. Anda yana bir gap, shu yangi o'rinda ochgandan keyin xaridorlarni tunjib so'raydigan gapi, shu nemis qanday qaraqdi, bas yuqormidi, yangi ochgan keyin parklasini bir so'rab qoldik. Bas o'rlab ketganmidi Bas menchi burun qo'lay o'xshash qo'yirdilar, bas o'xshash. Bu atrofda ansirmanglarni yangi aytibdi, bas qimmat bo'ldi, biz basak bo'lamdiganda deb o'ylab qolgan xaridorlar chiqdi. Shunga nisbatan kalanlarda hukm bo'lib qolmasin, mayli yangi bo'lsin, mayli ko'ni bo'lsin, shu burun qaysi bahada eyotgan bo'lsa, o'xshash bahada oldi. Hamsa, sizlarni niyat saqlaymiz. Altı kasır. Ma'qul hamsa, kelishim tuqqanmanglar juma. Xayr xo'sh.